Assalomu alaykum barchaga chorva olami obunachilari hamda bo'g'oz ishqibozlari. Mana bugun sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan har doimgidek o'zimizni molxonamizdan yetuk bo'g'ozlarda chiqarishni boshladik. Aka-ukalar, bu keyingi molxonamiz. Kechki bo'g'ozlarda olib kelib yaqinlashtiradigan molxonamiz akalar. Kuni qolganidan kun sanayapti mana akalar. Molni zo'ri ikkita emas, bitta boqaman, zo'rini boqaman degan akalarga bu. Bugungi sana 21-yanvar 2026-yil chorshanba kunida turibmiz akalar. Xo'p, kurakchi 6-sini yangi chiqaryapti ekan, hali yetkazmagan. 6 kurakka ham olaverasizlar. Mana taylarni ham ko'ring akalar. Taylari ham zo'r. Sutga ishlayman deganlarga bu. Boylari 1.25 pilusida 1.25 ga ham osonlanib bo'laveradi. 1.25 dan yuqoriroq chiqdi akalar. Vodiy bo'ylab har doimgidek dastavkasi mutlaqo bepul akalar. Kuni qolganidan o'zi kun sanayapti. Balkim bir haftada tug'ar, balkim 10 kunda tug'ar akalar. Lekin kuni qolgan molni. Xo'p, akalar, bitta aybi bor molimizda, aytib o'tamiz. Mana shu bitta oldi emchagidan kamroq sut chiqyapti akalar. Chiqyapti, ishlayapti, kamroq chiqyapti. Qolgan hammasi but. Bu ham butu kamroq chiqyapti. Qolgan aybi yo'q molni. Kurakchi 6 dona. Endi aybini aytib qo'ygan yaxshi akalar. Bo'yi 1.25 pilusida. Ammo sifatligi, go'zalligi juda chiroyli molni. Xo'p, akalar, buni endi bozorlarda mana shu mollarda 45 million kami bor deb olishyapti. Bizda har doimgidek yo'li bilan 37 million kami xayri bor. Vodiy bo'ylab dastavkasi mutlaqo bepul. Telefon nomerini qoldirib qo'yaman, bemalol telefon qilaverasizlar. 24 soat yoniq. 95lik 059 33 36 bemalol aloqaga chiqaverasizlar akalar. 37 million kami g'ij-bij so'raverasizlar akalar, behijolat. 1 so'm so'raganda ham hisobga olaveramiz akalar. Biz aytuvchi bilan so'rovchining aybi yo'q. Behijolat telefon qilasizlar, kelishib qolsak, vodiy bo'ylab dastavkasi bilan yetkazib olib borib beramiz. Kuni qolganidan akalar. Bitta aybi shu bitta yelinda ozroq sut chiqyapti. Boshqa aybi yo'q molni. Sifatini qaranglar. Bo'yi 1.25 dan yuqori. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.